Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Ismim Bilol. Bu voqea birinchi maktabda taxminan 10 yoshlarim atrofida sodir bo'lgan. Bu atrofda jinoyat kam bo'lgani uchun hammani lol qoldirdi. Qani hikoyani boshladik. Qorli dekabr kuni edi. Yangi yil ta'tiliga 1-2 kun qolgandi. Hamma hayajonlangan. Dars o'tmadik. Men va 5 ta do'stim gaplashib o'tirardik. Keyin o'qituvchimiz direktordan xabar olib keldi. Maktabga qurollangan jinoyatchi kiribdi. Mashq qilmaganimizga qaramasdan 6-sinf o'quvchilaridan aqlliroq edik. Shuning uchun tez chiroqlarni o'chirib, derazalarni yopib, eshiklarni qulflab, o'tkir qalamlar bilan qurollandik. Hammamiz qorong'uda bu voqea tugashini kutib o'tirardik. Afsuski, bu tez tugamadi. Qulflanishdan 10 daqiqa o'tgach, ayolning qichqirig'i zinapoya yonida baland tovush eshitildi. U qo'shiq aytardi. O'l, 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 seni o'lguningcha pichoqlayman. O'l, 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 tirik qolmaysan der edi. Shu payt sinfning yarmi yig'lardi. Qolganlari zo'rg'a o'zini tutib turardi. Qulflanishdan 15 daqiqa o'tgach, ruhiy nosog'lom ayol zinapoyadan tepaga ko'tarildi. Bu yomon edi. Chunki biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinfda edik. Va shu payt o'qituvchimiz hushidan ketdi. Endi aniq biz halok bo'ldik. Biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinf bo'lganimiz uchun ayol eshik oynasini sindirishga urindi. 23 bolani o'ldirishga harakat qilardi. Qolgan 7 tasi yo'q edi. Ularni himoya qiladigan kattalar ham yo'q edi. Dahshatimizga u muvaffaq bo'ldi va u tashqaridan eshikni ochdi. Endi u xonada edi. Uning yuzida eng keng va eng dahshatli tabassum bor edi. Albatta, omadsizligim tufayli u meni urib oyog'imni kesib tashladi. Oyog'imdan oqayotgan qon tufayli hushdan ketay derdim. Do'stlarim jasurlik qilib ayolni yiqitib ushlab turishgani omadim ekan. Politsiya keldi, uni hibsga oldi. Men esa hushimni yo'qotdim. Men kasalxonaga tushib eng yomon bayramni o'tkazdim. Ayol sinfdoshlarimni ham pichoqlagan ekan. Ular ham kasalxonaga tushdi. Yaxshiyamki hammamiz omon qoldik. Ayol 30 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Eng katta burilish shundaki, o'qituvchimiz ayol bilan do'st bo'lib, bizni o'ldirish uchun yordam bergan. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchimiz hushidan ketib va sinfimizni nishonga olib bergan ekan. O'qituvchimiz 15 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Yuzimni yostiqqa ko'mib sevinchdan qichqirdim. Bir necha kundan so'ng uning uyiga bordim. Eshikni taqillatdim. U ochganda
pol plastik bilan qoplanganini ko'rib hayron bo'ldim. Ichkariga kirganimda esa devorda rasm osilganini ko'rdim. Esladim. U maktabda rasm chizishga usta edi. U ko'rgazma ochish orzusida ekanini aytdi. Biroq yaqinroq qaraganimda rasmda g'alati narsa ko'rdim. Bu Muzaffar Bu men bilan it parvarishchi sifatida ishlayotganimda yuz bergan dahshatli voqea. Bir kuni internetda it parvarishi uchun ko'p pul to'lashni va'da qilgan odamni topdim. Uyi uzoq bo'lmagani uchun uning itiga 3 kun davomida qarashga rozi bo'ldim. U uyining oldiga kelganimda eshikda "itdan ehtiyot bo'ling" yozuvi bor edi va chirigan ovqat hidi kelardi. Eshikni taqillatganimda ichkaridan erkak kishining ovozini eshitdim. U "Eshik ochiq, kiravering" dedi. Keyin it vovullagan ovoz eshitildi. Vovullash juda vahimali itniki kabi eshitilardi. Men biroz xavotirga tushdim. Eshikni ochib kirganimda uyda hech kimni ko'rmadim. Men "Siz shu yerdamisiz?" dedim. Mehmonxonadan itning nafas olishi eshitilardi. Ovoz tobora yaqinlashib kelardi. Egasini qidirayotganimda it kutilmaganda paydo bo'ldi va men qo'rqib qichqirib yubordim. Lekin bu it emas edi. Bu odam edi. 4 oyoqlab yurib menga uy hayvoni kabi yaqinlashayotgan odam. U 30 yoshlardagi erkakka o'xshardi. Bo'ynida it bo'yinbog'i bor edi. U butun tanasini qoplagan mo'ynasimon mato kiygan, dumg'azasiga sun'iy dum taqilgandi. U menga "Keyingi 3 kun meni parvarish qiladigan sen bo'lasanmi?" dedi. Tanishganimdan xursandman. U dumini vahshiylarcha silkitdi. Dumi ham silkindi.
So'ng 4 oyoqlab oshxona tomon yurib, ovqat shu yerda dedi. Bular kamyob go'shtlar. U itday panjasini harakatlantirib, muzlatgich eshigini ochdi. Ichida katta to'q qizil go'sht bo'laklari uyumi bor edi. Negadir etim junjik orqaga tisarildim. U menga yugurdi. Boshini oyog'imga urib, "Shunday hang-mang turasanmi?" deb baqirdi. "Boshimni sila." Men shunchalik dovdirab dahshatga tushdimki, baqirib yubordim. Keyin u qo'limni yalay boshladi. Bir necha soniyadan so'ng qo'lansa hid dimog'imga urilib, boshim aylanib ko'nglim aynidi. Men uni itarib ketdim. U vovullay boshlaganida eshikka qarab yugurdim. Uning vovullashi ajoyib darajada itnikiga o'xshardi. Men oldi eshikni tepib ochib yugura boshladim. Yugurish paytida orqaga qarab xato qildim. U 4 oyoqlab ajoyib tezlikda meni quvib kelardi. Shunchalik hayratlandimki, hushimdan ketay dedim. Men aqldan ozgandek yordam so'rab baqirdim. Yordam! Bu yerda quturgan it bor. Odamlar nima bo'layotganini ko'rish uchun derazadan qarashdi. Menga qarab yugurgan odamni ko'rib, ko'zlari katta-katta ochildi. Birdan quturgan it odam oldimda paydo bo'lib, tishlarini ko'rsatdi. U menga qarab irillardi, juda ham dahshatli. Shu payt bir kishi beysbol tayog'i bilan kelib, itga ketishini buyurdi. Quturgan odam uni ko'rib, vahshiylarcha vovullay boshladi. Quturgan it odam u kishining orqasidan borib oyog'ini tishlab oldi. U vahimaga tushib, telba itchi yigitning boshiga to'qmoq bilan urdi. Yaxshiyamki, bu uni itday g'inshillab qochishga majbur qildi. Butun voqea aql bovar qilmas edi. Men shunchalik qo'rqdimki, nafas ola olmay qoldim. Erkak oyog'ida tish izi va qon bor edi, lekin u jiddiy emasligini aytib, uyga bog'lashga ketdi. Men unga ko'p bor rahmat aytdim. U esa bu birinchi marta emas dedi. Ilgari bir yigit u uyda hayvon parvarish uchun ishlab, telba uni tishlab oyog'iga 30 chok qo'yilgan va bu telba yigit oldin bir marta qamoqda o'tirgan. U telba sizni tishlagach boshiga urmagunimcha qo'yib yubormaydi. Esda tuting janob, uni boshiga bor kuchingiz bilan urmasangiz, u sizni qo'yib yubormaydi. Shundan keyin men boshqa hech qachon it parvarishchisi bo'lib ishlamadim. Ammo men bu voqeadan keyin qo'rqinchli tushlar ko'ra boshladim. Bu voqea taxminan 10 yil oldin yuz bergan. O'shanda mahallam bezorilar bilan to'lgan edi. Ular pulimni tortib olishardi. Ular doim tor ko'chada to'planib, o'tgan odamlardan pul undirardi. Ammo uyimga boradigan yo'l shu yerdan o'tgani uchun ularga duch kelardim. Bir kuni chidolmay pul bermasligimni aytdim. Ular esa meni kaltaklashdi. Uyga yig'lab kelgan edim. G'azab va og'riqdan o'zimni tuta olmadim. Oxiri qasos olishga ahd qildim. Biroq avvaliga bunday emas edi. Bularning barchasi ko'chada ko'rgan e'lonimdan boshlandi. Unda qora sehrlar qasos xizmati deb yozilgan edi. Qiziqib qo'ng'iroq qildim. Ular qora jodugarga tegishli ekan. Ular jazolamoqchi bo'lgan odamingizni jazolash xizmatini taklif qilishdi. Oxiri qiziqish va shubha bilan u yerga borishga qaror qildim. Men bordim. Yetib kelishim bilan eshikni ochganimda ko'plab katta skelet modellari turar edi. To'satdan ular menga qarab g'ichirlab yugurdi. Qo'rqib orqamga yiqildim, lekin o'zimga kelganimda skeletlar qimirlamay turardi. Bir lahzaga illyuziya ko'rgandek edim, ammo ular rostdan harakatlanayotgandek tuyuldi. Ichkarida o'tirgan odam dedi: "Siz ko'rgan va ko'rmagan narsa ikkalasi ham haqiqat. Siz hozirgina ko'rgan narsa haqiqatdir." Men uning sehri borligini tushundim. Uning oldiga yugurib borib dedim: "Men jazolamoqchi bo'lgan odam bor. Buni qanday qilishim mumkin?" U menga menyu berib nima bo'lsa ham aybni olmasligini aytdi. Men mayli dedim. U bergan qog'ozda tanlash uchun ko'plab yirtqichlar bor edi. Eng kichik jinlardan tortib 3 boshli it va 5 boshli ilongacha yer osti dunyosining turli maxluqlari tasvirlangan edi. Har bir maxluqni chaqirish narxi ham har xil edi. Nihoyat hatto u yerda iblis ham bor edi. Iblis chaqirish narxi juda yuqori edi. Titroq ovozda so'radim: "Iblisni chaqira olasizmi?" U mumkin, lekin qaytib ketishi unga bog'liq. U juda ham vahshiy. Men uzoq o'yladim. U dedi: "Qaror qila olmasangiz, o'zingiz sinab ko'ring. Ularni chaqiraman. Ko'rib qaror qiling." Men gargoylga o'xshash jinni tanladim. U sehr o'qidi. Biroz o'tgach, xona butunlay qorong'u bo'ldi.
Yirtqich ovozini eshitdim. Oldimda ulkan gargoyl jin paydo bo'ldi. U bo'ynimdan ushlab meni havoga ko'tardi va kuldi. Og'riqdan ingragancha dedim, "Bas, yetadi, bas, yetadi." Keyin sehrgar jilmayib aytgandim, "Haqiqiy." Biroz o'tgach, gargoyl tutundek g'oyib bo'ldi. Men yerga yiqildim. Darhol shartnoma tuzdim. U jinni xohlaganimda chaqirishni aytdi. Bir necha kundan so'ng bezorilarni yana xiyobonda ko'rib, yashirincha orqalariga berkinib, qora jodigarni chaqirdim. U sehr o'qidi. Biroz vaqtdan keyin xiyobon juda qorong'u bo'lib qoldi. Keyin bezorilar baqira boshlashdi. Yaqindan qarasam, gargoyl ularni bo'ynidan ushlab, shafqatsizlarcha yerga uloqtirayotgan edi. Ular vahimada qochmoqchi bo'lganida gargoyl ularni ezib tashladi. Xiyobonni qichqiriq, na'la va yordam so'rash ovozlari to'ldirdi. Ko'rayotganlarimga ishonish qiyin edi. Biroz o'tgach, yo'lovchilar qichqiriqni eshitib, militsiyaga qo'ng'iroq qilishdi. Militsiya kelganida bezorilar polda yotib, nafas ola olmay qolishgandi. Politsiya ular o'zaro urushgan deb o'yladi. Bezorilar ularga maxluq hujum qilganini aytishdi, lekin militsiya ishonmadi. Ularni tez yordam olib ketdi. Keyin eshitdimki, barcha bu bezorilarning suyaklari singan, a'zolari shikastlangan ekan. Shuning uchun jarrohlik qilindi. Ular ruhiy davolanishga ham yuborildi, chunki mutaassil maxluqlarni ko'rganini aytishardi. Shundan so'ng ular tor ko'chalarda boshqa ko'rinmadi. Eng qizig'i shundaki, bu barchasini men qilganimni hech kim bilmaydi. Mening ismim Bilol va bu mening hikoyam. Bu voqea men taxminan 15 yoshda bo'lgan paytimda sodir bo'lgan. Hammasi yozgi ta'tilda boshlandi. Do'stlarimdan biri Muzaffar menga va yana 2 do'stim Anvar va Javohir 3 kunlik dam olish uchun uning plyajiga va kottejiga borishni taklif qildi. Men onamdan ruxsat so'radim va u rozilik berdi. Sumkamni yig'ib oilam bilan xayrlashdim. Biz yetib borganimizdan keyin Muzaffarning onasi o'zining mashhur yong'oqli pechenyelardan tayyorlab berdi. Keyin esa hammamiz ko'lda suzish, qumda voleybol o'ynash kabi qiziqarli ishlar bilan band bo'ldik. Ammo o'sha kechasi hammasi boshlandi. 90 daqiqa vaqtimiz bor, keling o'rmonga sayr qilamiz, dedi Muzaffar. Qorong'u-ku yigitlar, ertalab sayr qilsak bo'lmaydimi, dedi Anvar. Endi bunday zerikarli bo'ladi-da, dedim men. Agar hamma rozilik bildirsa, men bormoqchiman. Hamma rozi bo'ldi, yo'lga tayyorgarlik ko'rdik. Muzaffar fonar olib chiqdi. Anvar va men chiroq oldik. Javohir esa o'zi bilan o't o'chirgich va zajgalka oldi. Zajgalkani tushundim, lekin o't o'chirgichni nima qilasan, dedi Anvar. Kim biladi nimadir bo'lishini, shuni olib tur, deb javob berdi Javohir. Shunday qilib, orqa eshikdan chiqib, o'rmon yo'lagi bo'ylab yurib ketdik. Taxminan 5 daqiqadan keyin chap tomonimizdan plyaj tomondan g'alati ovozlar eshitila boshladi. Ovoz yaqinlashgani sari shubhalana boshladik va bir zumda doira bo'lib har tomonimizni kuzata boshladik. O'sha paytda bir erkakning baland ovozda baqirayotganini eshitdik va u biz tomon tobora yaqinlashayotgan edi. Fonarimni ovoz kelayotgan tomonga tutdim va ko'rgan narsam meni dahshatga soldi. Taxminan 70 yoshlardagi chol qo'lida nimanidir ushlagancha oyni tomosha qilib turar edi. Men buni do'stlarimga ko'rsatdim va ular ham xuddi mening kabi hayratda qolishdi. Ammo Anvar qandaydir narsani bosib qattiq ovoz chiqardi va bu cholning e'tiborini tortdi. Chol biz tomon qaradi va qo'lida nima ushlab turganini ko'rsatdi. Ko'rgan narsam menga dahshat solgan edi. U bolta ushlab turardi. Chol bizga qarab to'liq kuch bilan yugurib keldi. Biz dahshatga tushgan edik, ammo o'sha paytda Javohir oldinga chiqib o't o'chirgichni uning yuziga purkadi va uni vaqtincha ko'r qilgan edi. Bundan foydalanib biz kottejga qarab yugurdik. Hammamiz charchagan va qo'rqib qolgandik. Cholning bizni yana topishidan qo'rqardik. Shu sababli militsiyaga qo'ng'iroq qilishni xohlamadik va Muzaffarning onasidan bizni ertasiga uyga qaytarishini so'radik. U bunga rozi bo'ldi. Bu voqeani hech qachon ota-onamga aytganim yo'q, chunki ular menga ishonmaydi deb o'ylagan edim. Ba'zida o'sha voqeani eslayman va o'zimdan so'rayman, agar Javohir o't o'chirgichni olib kelmaganida nima bo'lar edi? Balki biz o'sha yerda o'lib ketar edik.
Salom, mening ismim Bilol. Bu voqea 2017-yilda 10 yoshimda yuz bergan. Do'stim Bilol bilan bir maktabda o'qib, bir mahallada yashar edik. Har dam olish kuni yaqin o'rmonga borib o'ynardik. O'rmon uncha qalin emas, bir necha uy bor edi xolos. Shuning uchun ota-onamiz xavotirlanmasdi. Bir kuni Muzaffar bilan o'rmonga kirib, bir uyga duch keldik. U birozgina eskirgan edi. Unga yaqinlashganimizda uydan bir ayol chiqib bizni ko'rdi. U jilmayib qo'l silkidi. So'ng bizni chaqirib yashil qalampir sotib olishni so'radi. Biz rozi bo'ldik. Bizga pul berib, qayerga borishni aytdi. U juda samimiy ko'rindi. Hatto o'zimizga ham biror narsa olishga pul taklif qildi. Shunday qilib biz rozi bo'ldik va qalampir sotib olishga ketdik. Qalampirlarni sotib olib uyga qaytdik va ayolga berdik. U bizga kutishni aytdi, ichkariga kirib ketdi. Ichkaridan shovqin eshitdim. Bu blenderga o'xshardi, lekin aniq bilmasdim. Shunday qilib derazadan mo'ralab uning qalampirlarini ezib pasta qilayotganini ko'rdim. Keyin u oshxonadan chiqib ketdi. Men esa Muzaffar turgan eshik oldiga qaytdim. Shundan keyin sodir bo'lgan voqea hayotimdagi eng dahshatli hodisa edi. Ayol bizga qalampir pastasini ko'rsatdi. So'ng uni o'z yuzi va ko'zlariga surtib oldi. Muzaffar ikkalamiz qichqirib yubordik. U esa yuzda achchiq pasta bilan kulib turardi. Undan qochmoqchi bo'ldik, lekin u meni ushlab oldi. Muzaffar uydan qochib ketdi. Ammo u meni uyga olib kirib, eshikni qulfladi. U menga pastani olib yuzimga surishimni buyurdi. Men rad etib, kosani yerga urdim va yordamga chaqirib yig'ladim. U g'azablanib, meni jim qilish uchun shapaloqlay boshladi. Shu payt tashqaridan shovqin eshitildi. Bu mening do'stim va qo'shni uylardagi odamlar edi. Do'stim ularni yordamga chaqirgan ekan. Ayol odamlarni eshitib, orqa eshikdan qochmoqchi bo'ldi, lekin qo'lga tushdi. Qo'shnilar orasidagi ayollar bizni tanib, ota-onamizga olib borib, bo'lgan voqeani aytishdi. Muzaffar va men ularning suhbatini tingladik. Uyda yashagan ayol ruhiy kasalxonadan qochib, u yerdagi ona bolani o'ldirib, bir necha hafta yashagan ekan. Muzaffar va men terapiyaga borib, bu voqeadan keyin o'zimizga keldik. Hozir 16 yoshdaman. Muzaffar hamon eng yaqin do'stim. U yordam chaqirmaganida balki o'sha kuni halok bo'lib o'lib ketgan bo'lar edim. Bu voqealarni esdan chiqarish men uchun juda ham qiyin kechdi. Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Mening ismim Bilol. Bu voqea taksi haydovchisi bo'lib ishlayotganimda sodir bo'lgan. O'shandan beri mashinani boshqara olmayman. Hali ham eslaydigan o'sha kechada oy nuri g'alati, ko'm-ko'k va juda ham tashqari sovuq edi. Taxminan soat 2 da charchagan edim. Uyga qaytmoqchi edim. Shu payt orqa eshik ochildi. Qizil shlyapa va kostyumli odam kirdi. Atrofda hech kim yo'q edi. Bu odamning to'satdan paydo bo'lishi meni cho'chitib yubordi. Yuragimni ushladim. U qizil quyosh ko'zoynak taqqan edi. Qorong'ulikda ko'ringan yuzi ozg'in, yonoq suyaklari bo'rtib chiqqan edi. Undan qayerga borishini so'radim. U g'alati javob berdi. Siz juda yomon ko'radigan joyga boramiz. Ovozi havoni teshib chiqayotgandek edi. G'alati odam deb o'yladim, lekin xotirjam gapirmoqchi bo'ldim. Janob, iltimos manzilingizni aniqroq ayting, tez olib boraman. Tezroq uyga borib, xotinimni yana 1 daqiqa ko'rishim kerak. Voy, siz juda romantik ekansiz. Sizni ayolingiz tanlab to'g'ri qaror qabul qilgan ekan. U juda ham jirkanch kulardi. Men uni jinni deb o'yladim. Uni haydamoqchi edim, lekin u 10 mil narida qabriston borligini aytdi. U yerga boraylik dedi. Asabiylashdim, lekin uni tezroq tashlab uyga ketishimni o'yladim. Mashinani yurgizib yubordim. Xavotirlanib, kayfiyatni ko'tarmoqchi bo'lib, unga murojaat qildim. Janob, nima ish qilasiz? Men yetkazib beruvchiman. Uning ovozi juda ham dahshatli edi. Rostdanmi, nimani yetkazib berasiz?
Juda qiziq narsani yetkazyapman. Hozir yetkazib beraman. Shunaqami? U yo'lda. Hozir yetkazyapsizmi? Lekin qo'lingizda hech narsa yo'q-ku. U qattiq kuldi. Og'zidan chang uchdi. Hayratda qoldim. Og'zidagi barcha ko'ringan tishlari chirigan edi. Mulklari yo'q edi. Tili chirigan, jirkanch, quruq xuddi mumiyodek edi. Bir lahza ko'zim aldayaptimi deb o'yladim. Lekin keyin oldinda qabristonni ko'rdim. U tushunarsiz bir narsa dedi. Vaqt keldi. Xayr. U notanish qo'shiqni xirgoyi qilib, yengilarini shimardi. Chirigan quruq qo'llari ko'rindi. Birdan u menga yaqinlashib, qo'lini og'zimga tiqdi. Qo'rqib ketib, uni to'xtatmoqchi bo'ldim. Mashina silkindi. Birdan uning qo'li tomog'imdan pastga tushdi. Keyin u yuragimni ushlaganini his qildim. Juda qattiq og'riq tuydim. Qichqirib rulni burdim va tormoz bosdim. Shu payt u quloqimga nimadir pichirladi. Shu on g'ildiraklar g'ijirlashi eshitildi. Mashina borib to'g'ri bir qabrga urildi. Men odamlarni narigi dunyoga olib ketaman. Shu payt hamma yoq qorong'u bo'ldi. Ko'zimni ochsam, kasalxona kvartirasida yotibman. Xotinim yonimda yig'lab o'tirardi. U meni ko'rib, "Yaxshimisan?" dedi. Shifokor aytdiki, yurak xurujidan o'lay deganingizni aytdi, lekin omon qoldingiz dedi. Hayratda qoldim. To'satdan haligi odamni eslab so'radim. Orqamdagi odamga nima bo'ldi? U menga biroz ajablanib qaradi. "Qanaqa odam?" dedi. "Siz yolg'iz edingiz. Miyangiz ham shikastlanganmi?" Doktor, u ho'ngrab yig'lay boshladi. "Qizil kiyimli odam." Qanchalik baqirmayin, u faqat yig'lardi. Hayratda qoldim. Qutqaruvchilar ham mashinamda yolg'iz ekanligimni tasdiqlashdi. Orqa o'rindiq yo'lovchisi bilan suhbatim mashinaning kamerada bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning uchun xotinimdan mashina kamerasini olishni so'radim. Videoni ko'rganimizda ishona olmay qoldik. Erkak ovozi eshitilmadi. Faqat havo chiqishi tovushi bor edi xolos. Xotinim hayron bo'lib, havo chiqish tovushi nimaligini so'radi. Boshqalarga ko'rsatganimda ham hech kim bu tovushni tushunmadi. Faqat men uning ovozini taniy oldim. Vahimaga tushdim. Bu odam kim edi o'zi? Oy nurida yaltiragan qizil shlyapasi vahimali ovozini aniq eslayman. Ular juda aniq edi, lekin qulog'imga so'nggi aytganini eslay olmadim. Aniq buni eshitib hushimdan ketganman, ammo qanchalik urinmayin eslay olmadim. Keyin ertasi kuni tong pallasida butun tanamni birdan vahimali titroq bosdi. Tanam shunchalik qattiq titradiki, hatto karavot ham silkinardi. Sababi u pichirlagan so'zlarni aytganini esladim. U shlyapali kishi menga shunday degan edi. Ha, aniq esladim. U menga shunday degan edi. Dahshatli so'zlar. Men odamlarni narigi dunyoga olib ketaman. Mening ismim Bilol. 1985-yilda 19 yoshligimda bayram kechasi do'stlarim bilan mehmonxona tomidagi barga bordik. Yarim kechadan 30 daqiqa oldin kameramni olish uchun mashinamga yugurdim. Do'stlarimni topishga ulgurishimga ishonardim. Kameramni olib yolg'iz o'zim liftga kirdim. Lift juda ham ajoyib edi. Hammasi joyida, bugun axir bayram kuni. Meni kayfiyatim juda ham a'lo edi. Lift yarim yo'lda silkinib to'xtab qoldi. Men tuzoqqa tushdim. Tor joylardan doim qo'rqqanman. Bu men uchun juda noqulay. Bir necha daqiqadan so'ng atrofda hamma narsa jimib qoldi. Keyin birdan lift chiroqlari o'chdi va bolalarning kulishini eshita boshladim. Ammo bu bolalar bo'ladigan joy emas edi. Yuragim tobora tezroq va qattiqroq ura boshladi. Keyin to'satdan hushimdan ketdim. Uyg'onganimda qimirlay ham, gapira ham olmasdim. O'zimga dedim, yana uyqu falaji emas, yo'q. Keyin chiroqlar lipillay boshladi. To'satdan liftning chap burchagida cho'qqayib menga tirjayib turgan qora sharpani ko'rdim. Qichqirmoqchi bo'ldim, ammo ovozim chiqmadi. Qimirlamoqchi bo'ldim, lekin ilojim yo'q edi.
Lift kalonkasidan bir odam elektr nosozligi borligi va tez orada meni chiqarishini aytdi. Liftda kamera bor. Qo'riqchiga men shunchaki yotgandek ko'ringan edim. Bayram kechasi bo'lgani uchun mast deb o'ylashgan shekilli. Har safar qichqirish yoki qimirlashga uringanimda sharpa kulib menga ishora qilardi. Bu vaqt davomida chiroqlar tinmay lipillar edi. Keyin birdan bayram uchun baqirayotgan odamlarning ovozini eshitdim. 10. Qora sharpa menga tikilib vahimali tirjayib 10 ta barmog'ini ko'rsatdi. 9. U hali ham menga qarab turibdi. 9 ta barmog'ini ko'rsatib yaqinlashmoqda. 8. Endi u 8 ta barmog'ini ko'rsatib menga tikilib turardi. Yaqinroq keldi. 7. Xuddi shunday. 6. Xuddi shunday. 5. Xuddi shunday. 4. U so'laga oqib ancha yaqinlashdi. 3. U yaqinroq keldi. 2. U yanada yaqinlashdi. Keyin chiroqlar o'chdi va atrofni zulmat qopladi. To'satdan tashqarida yana sukunat cho'kdi. O'ng qulog'im ostida nafas ovozini eshitdim. Kimdir nafas olyapti. Kutilmaganda shunday ovoz eshitildi. 1. Nafasim tiqildi. Chiroqlar yana lipillay boshladi. Shunda u meni ustimda, ko'ksimda paydo bo'ldi. Birdan yana u g'oyib bo'ldi. Men yana gapira va qimirlayotgandim. Odatda uyqu falaji bo'lganda yomon narsalar yuz beradi. 1 soatdan so'ng liftdan chiqdim. Dahshat. Tomda janjal chiqqanini, 4 kishi o'ldirilganini bildim. Juda ham dahshat. Bir qotil hammani o'ldirmoqchi bo'libdi. O'shandan beri menda uyqu falaji holati qaytib kuzatilmadi. Ha, aytgancha, sizda ham uyqu falaji sodir bo'ladimi? Qanday qo'rqinchli bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Mening ismim Bilol. Hozir 21 yoshdaman. 26-noyabrda 22 ga to'laman. Bu voqeani diqqat bilan tinglang. Ushbu voqea universitetda mehmondo'stlik yo'nalishida 2-kursda o'qiyotganimda yuz bergan. O'shanda men 19 yoshda edim. Universitetdan 15 daqiqalik masofada binoning 3-qavatida 3 xonali ijaraga uy olganman. Uyni elektrotexnika yo'nalishidagi 3-kurs talabasi Anvar va boshqa guruhda o'qiyotgan Hasan bilan baham ko'rdik. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganimiz uchun ba'zida qizlar bilan gaplashib aloqada bo'lar edik. Ha, obro' uchun. Esimda 2016-yil 29-noyabrda tug'ilgan kunimdan 3 kun o'tib kechki 6da ishdan qaytdim. O'sha kuni Anvar bilan Hasan kompyuterxonaga ketishgandi. Men esa uyda yolg'iz edim. Kvartiramning koridoriga kirishim bilanoq xonamning eshigi oldida cho'kkalab o'tirgan qizni ko'rdim. Biroz atrofga qarab, charchagan holda xo'rsindim-da, dedim: "Xonim, siz shu yerda yashaysizmi? Agar kalitingizni yo'qotgan bo'lsangiz, uy egasiga qo'ng'iroq qilishda yordam berishim mumkin." Javobni 1 daqiqacha kutdim. U to'satdan turib menga qarab shunday dedi: Hasan shu yerdami? Yengil xo'rsinib bunga aytdim. Hasan do'stlari bilan kompyuterxonaga ketdi. Xohlasangiz ichkarida kutishingiz mumkin. U jilmayib bosh irg'adi. Men esa ikkilanmay eshikni ochib, uni ichkariga kiritdim. Keyin unga o'zini qulay his qiladigan joyda o'tirishini aytdim. U divanni tanladi. Unga ichimlik taklif qildim. U shunday dedi: Hech narsa kerak emas. Men shunchaki Hasan bilan uchrashmoqchiman. Qoshimni ko'tarib undan Hasan bilan munosabat haqida so'radim. U Hasanning sevgan qizi ekanligini aytdi. Hasan haqida bilganimcha, uning uchrashuvga borgani yoki tanishuv hayoti haqida gapirganini hech ko'rmaganman. U bizga faqat 5 yil oldin bir necha oy avval mast paytida bir qiz bilan uchrashganini aytgan xolos. Shaxsiy hayotga aralashkim kelmadi. Hasanga qo'ng'iroq qildingizmi? Meni telefonim yo'q. Bu javobdan hayron bo'lib yana qoshimni ko'tardim. Axir bu 2016-yil-ku. Uning yoshidagi har kim kamida bitta smartfonga ega. Cho'ntagimdan telefonimni olib unga taklif qildim, lekin u rad etib, kutaman deb javob berdi. Men so'radim: "Ishonchingiz komilmi? Ular ancha kech keladi, balki xabar qoldirarsiz." Yo'q, kutaman dedim. Bu qo'pol ohangdan xo'rsinib dedim: "Xonim, charchadim. Kutmoqchi bo'lsangiz unga xabar yuboring." Uning javobini kutdim.
ammo u faqat chap tomonga o'girilib derazadan tashqariga tikilardi. Men taslim bo'lib tez dush qabul qilaman dedim. Dushga telefonimni olib kirib Hasanga sevgan qizi haqida xabar yubordim. So'ng dushga tushdim. Taxminan 25 yoki 30 daqiqadan so'ng Hasan qo'ng'iroq qildi. Dushdan chiqib kiyinayotganimda uning qo'ng'irog'iga javob berdim. U dedi: "Xabaringni o'qidim. Bu qanaqa yarim hazil? Hozir hech kim bilan uchrashmayapman." Men javob berdim: "Meni laqqillatishyapti shekilli. U seni kutishini va u seni sevgan qizi ekanligini aytdi. U qizni ismini so'radingmi?" Men so'ramagan ekanman. Keyin u mendan qizni tasvirlashimni so'radi. Men unga aytdim. Uzun jigarrang sochli, qo'ng'iroq ko'zli, bo'yi taxminan 1.57 sm, katta to'q ko'k sviter, jinsi shim va qora krossovka kiygan. Qiz haqida aytdim. Buni eshitgach, Hasan 5 daqiqa jim turdi. Men undan so'radim, nima bo'ldi? Telba sobiq sevgilimmi deb kulib, keyin u kutilmagan gapni aytdi. Yuri, bu qiz u xuddi 5 yil oldingi sevgan qizimga o'xshaydi. U oilasining uyidan sakrab halok bo'lgan edi. Men hayratda jim turib qoldim. Ter bosdi. Meni u dedi, unga hech narsa qilma, gapirma, hozir qaytaman, lekin telefonda tur. U yugurganini eshitdim. Men esa bu hazil bo'lsa kerak deb o'yladim. Sochim ho'l holda hammomdan chiqdim. Qarasam, u balkon panjarasida turardi va Men unga loyiq emasman. shunday deb yig'lardi. Buni ko'rib, telefonni tashlab balkonga yugurdim va unga ichkariga kirishni yolvordim. U menga qarab jilmaydi-da, U hech qachon baxtli bo'lmaydi. deb sakrab yubordi. Men uni ushlamoqchi bo'lib qichqirdim, lekin iloji bo'lmadi. Qo'rquvdan ko'zlarimni yumib ochganimda pastda hech narsa yo'q edi. Sakragan qiz hech qayerda ko'rinmasdi. Tez orada Hasan hansirab yetib keldi. Meni balkonda ko'rib yaqinlashdi va qizni so'radi. Men unga bo'lgan voqeani aytdim. U yengil tortib, tushlarida uni ko'rishini, ba'zan siluetni ko'rib qolishini aytdi. Bunga sabab qiz sakragan paytida kiygan Hasanning to'q ko'k sviteri bo'lsa kerak. U sviterni qizning onasidan qizning o'limiga 1 yil bo'lganida olgan ekan. Ochig'i, bu voqea haqida nima deyishni ham bilmayman. Hasan hali hech kim bilan uchrashmagan. U haqida gapirmaydi ham. Uni so'zlatmadim. Lekin qizning so'nggi so'zlari ko'p narsani anglatardi. U hech qachon baxtli bo'lmaydi. Ha, yana aytgancha, sviter haqida esa Hasan uni qizning qabriga qo'yganini aytdi. Shundan beri u qizni qaytib ko'rmagan ekan. Ha, sizlarga yana bir maslahat, sevganingizni hech qachon tashlab ketmang. Shu tariqa qasos oladi. Bu voqea men taxminan 5-6 yoshda bo'lganimda sodir bo'lgan. Singlim bu voqeadan 1 yil oldin tug'ilgan. Ota-onam ham yaqindagina ajrashgan edilar. Onam va o'gay otam bizni yangi uyga ko'chirdilar. Bu uy 1850-yillarda Andijonda bir tepalikda qurilgandi. U qora yog'ochdan yasalgan bo'lib, ko'rgan zahoti vahimaga solardi. Uy 3 qavatli edi. Kirish eshigi o'rta qavatda joylashgandi. U yerda yotoqxonalarimiz va mehmonxona bor edi. Yuqori qavatda chordoq joylashgandi. Unga kirish uchun tortma narvon bor edi. Pastda oshxona, kir yuvish xonasi, orqa eshik va sirli xona bor edi. Bu sirli xona uydagi yagona metal eshikli xona edi. Uning ostidan sovuq havo chiqib turardi. Unda faqat onam va uy egasida kaliti bor qulf bor edi. Uy egasi uni qozonxona deb atardi. Mening xonam qozonxonaning to'g'ri tepasida edi. Shiftimda chordoqqa chiqish uchun tortma narvon ham bor edi. Ko'p o'tmay oilamning har bir a'zosi bilan g'alati voqealar sodir bo'la boshladi. Ammo bu mendan boshlandi. Ba'zida xonadan 1 daqiqaga chiqib qayta kelganimda narsalar joyidan ko'chgan bo'lar edi. Asalarilar va boshqa hasharotlar chordoqdan chiqib g'alati tarzda harakat qilardi. Ular doim mening xonamda bo'lardi. Yillar o'tib bilishimcha, onam va o'gay otam deyarli har kecha mehmonxonada aylanma qadam tovushlarini eshitishar ekan. Bu faqat ulardan biri uyg'oq paytida bo'lardi. Shubhalanuvchilar narsalarning ko'chishini opamning hazili
Hasharotlarni oddiy hol, qadam tovushlarini esa g'ichirlagan pol deyishi mumkin edi. Biroq bir kuni kechasi uyg'onib xonada kimdir borligini his qildim. O'girilib qarasam, zulmatda kichkina bola turar edi. Faqat uning qorasimon shaklini ko'rdim. Lekin u men bilan bir xil bo'yda edi. Shunda men salom dedim. Bola javob berib, qozonxonadan ekanini va o'yinchoqlarim bilan o'ynashni so'radi. Men yo'q dedim, chunki kech edi va muammoga qolishni xohlamasdim. Shundan so'ng qisqa muddat bolaning yuz ifodasini ko'rdim. Mening rad javobim uning ko'zlarida g'azab uyg'otdi. Va bir zumda bola g'oyib bo'ldi. Ertasi kuni bu haqida onam va o'gay otamga aytdim. Ular xavotirga tushdi, lekin bu yomon tush ekanini aytishdi. Hatto yosh bola bo'lsam ham odamlarni yaxshi o'qiy olardim. Ular nimadir yashirayotganini sezdim, lekin indamadim. O'sha kechasi yana bir voqea yuz berdi. Yana yolg'iz emasligimni his qildim. Uyg'ondim. Bu safar har burilganimda dahshatli narsaga duch keldim. Keksa ayol silueti to'shagim ustida egilib yuzini menga yaqin tutib nafas olar edi. U juda ham dahshatli edi. Ko'zlari bo'lishi kerak joyda faqat qorong'ulik bor edi. U menga qarab qo'rqinchli tabassum qildi. Yurak urishim o'zimga ham eshitilar edi. O'rnimdan turib uning yonidan o'tdim va singlimning xonasiga yugurdim. Katta singlim uyda yo'q edi. Faqat kichkina singlim beshikda uxlardi. Eshikka qaytganimda ayol sekin menga yaqinlashayotganini ko'rdim. Men esa qo'rquvdan oyoqlarim bir joyda turib muzlab qolgandek edim. U derazadan o'tayotganda tashqarida chaqmoq chaqnadi. Shu lahzada ayol g'oyib bo'ldi. Uning o'rnida menga bo'ri yaqinlashayotgandek tuyuldi. Bir soniya chetga qarab, yana qarasam chaqmoq chaqdi va yostig'imda o'rgimchaklar ko'rindi. Ruhga qaradim. Keyingi chaqnashda kichkina bola yana paydo bo'ldi. U menga xuddi nafratlanayotgandek qarab turardi. U menga asta-sekinlik bilan yaqinlashdi. Men esa hushimni yo'qotdim. Terga botgan holda to'shagimda uyg'ondim. O'sha paytda xayolimdan ko'p savollar o'tdi. Bu voqeani ota-onamga aytgach, tez orada ko'chib ketdik. Uy egasining aytishicha, ilk qurilganda bu uyda beva ayol 3 bolasi bilan yashar ekan. Eri esa fuqarolik urushida halok bo'lgan ekan. Ko'p o'tmay ona 3 farzandini uyning mehmonxonasida o'ldirdi. So'ng jasadlarini qozonxonaga yashirdi. Bu o'limlar mehmonxonadagi qadam tovushlarini, o'yinchoqlarim harakatlarini va ko'rgan kichik bola hamda yovuz ayolni tushuntirardi. Bu shuningdek onam va o'gay otamga ayolni ko'rganimni aytgach, nima uchun tezda ko'chib ketganimizni tushuntiradi. Bugungi kungacha ba'zan o'zimizdan so'rayman. Bu ayolni bunga nima undadi? Qayg'umi, yolg'izlikmi, jinnilikmi, bilmayman. Menimcha bu ayol erining o'limidan so'ng jinni bo'lib qolgan, shuning uchun qotilga aylangan. Lekin yana bir savol, agar u o'z bolalariga shunday qilsa, begona bolaga nima qilardi? Agar biz singillarim bilan o'sha uyda qolganimizda nima bo'lar edi? Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar